Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Qarachisi, bijanga unda ko'p shug'ullanmadim. 10 kun shug'ullandim, yana chiqdim. Bilasizlar-ku, jaydarimiz onasi ketman chopib, jirbillagan bolada o'zi jaydarchasiga urishamiz. Butun O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat. Mana shuncha inson kelib, rahmat. Ichki ishlarimizga rahmat kattakon. Ichki ishlar bor, vatan tinch. Hokim bo'larimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Otajon, onajon, ko'rib turibsizlar, men alhamdulillah g'alaba qildim, sizlarni deb udaladim. Qachon uylanasiz? Nasib bo'lsa, mana shu 2026 uylanaman. Nasib. Ey, Akmal aka, qayerdasiz? Akmal akani chiqarib yuboring, bitta 11 17 Pro Max beraman deb. Aka, qani? To'xtanglar, yana bitta gapim bor. Mana shu jangimda Tayson tog'alaring aytdiki, qanaqa, bunaqa yengib qo'yishim mumkin dedi. Bitta inson juda ham katta sababchi bo'ldi, motivatsiya bo'ldi. Xatombek Boynazarov akaga rahmat. Hozir shakaning qo'lni aytganini qildim, bittada yengdim. Nasib bo'lsa, Xatombek Boynazarov akaning qo'lida shogirdlikka tushaman. Ko'rasizlar, Kamil karatini ham uraman. Revanchda ko't Kamil karate kelyapman. Nasib 3 oydan keyin girin qilamiz. Jasurbek Tayson Shurayev